faraz qiling. Nimani sizga qanaqa farz ekanligini bildingiz. Munosabatingiz qanaqa bo'ladi masalan? Sizga yoqmaydigan bir odamga siz siylay rahim qilishligi sizga farz ekanligini bildingiz. Masalan, eng oddiy misolni aytaman. Yoki otangizdan qolgan molni bolalar orasida taqsimot qilishlik sizga vojib ekanligini, siz meros siz taqsimotiga xo'jayin emasligingizni bildingiz. Otangizdan mashina, uy falon tugunlar qoluvdi. Otam akamga falon narsa olib berib chiqarib olgan, opam endi o'zini turmush bor chiqib ketgan. Menga bo'ladi-da deyishdan oldin o'zingizga yetib kelgan merosga bir hisob ko'rdingizmi yo'qmi? Shunaqa qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham ajri katta bo'ladi buni. Demak, aytmoqchimanki, ilm va amal bilish boshqa narsa, uni qilish boshqa narsa. Vallohu a'lam. Bismillahirrohmanirrohim. Salaflar bilan hozirgi kundagilarni farqlaridan biri ham ilm va amaldagi bo'lgan munosabatni ikki xilligidir. Va salaflardan kelgan xabarlarni o'qisangiz, eng o'sha ko'pimiz harakat qiladigan, hammamiz ulug'lab xursand bo'ladigan, uni yodlashlikni eng asosiy ibodat qilib olganimiz Qur'on yodlashlik. Masalan, Abdulloh ibn Mas'ud va undan boshqalardan rivoyat qilingan xabarda ular aytishadiki, biz 10 oyatni yodlab, keyin unga amal qilib, hukmlarini qoyim qilmagunimizcha boshqasiga o'tmasdik deganlar. Bizda esa birodarlar, Qur'onni hammasini yodlab, tugatib, ijozalarini olib, lekin uni ichidagi hukmlari tugul, uni ichidagi so'zlaridan ham bir umr g'ofil bo'lib o'tishlikni sharaf deb bilinadi. Odamlar yodlayotgan narsasida har kuni turib, Robbisiga nima deb duo qilayotganligini bilmaydi. Turadi, alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanir rohim, maliki yawmiddin. Xo'p, Fotihani o'qidi, ichida biror kalimani bilmaydi. Vaholanki Fotiha surasi Qur'onni xulosasidir. Qur'onni ma'nolarini o'zida jamlagandir. Agar kishi hech bo'lmasa Fotiha surasini o'ziga e'tibor qilganida edi, Robbisini buyruqlarini majmuasini qalbida jamlagan bo'lardi. Mana shu ilm deyiladi. Va unda so'ralgan narsalar ulkan narsalar ekanligini bilardi. Va har kuni Fotihaga turganida alhamdulillahi degandagi hamd so'zi, maqtov so'zi oddiy maddohlikdan nima farqi borligini bilgan bo'lardi. Hamd degani maqtovli sifatlari bilan, komil oliy sifatlari bilan yaxshi ko'rib, ulug'lab maqtashlik ekanini bilgan bo'lardi. Va uni tilini uchida aytmagan bo'lardi. Unga al qo'shilishligi, alhamd deb kelishligi esa Alloh taolo barcha maqtov turi borki, hammasini yagona ahli ekanligini bilgan bo'lardi. Hamma maqtovni shu bir kalimada jamlaganligini bilgan bo'lardi. Mana shu ulkan farqidir. Kishi buni tushungandan keyin ibodatga shavqi oshib ketadi. Buni bilganidan keyin oz narsa bilan ko'p savob oladigan bo'lib qoladi. Mana shu ilm va amalni jamlashlik deyiladi. Shu narsa bo'lmaganligi uchun ham odamlar 50 yil, 60 yil namoz o'qiydi. Namozni nima deganligini bilmaydi. Keyin sizga hayotdan noliyuradi. Shuncha ibodat qilsam ham hech boshim balodan chiqmaydi, hech kosam oqarmaydi. Shuncha namoz o'qiyman, ishim yaxshi bo'lib ketmaydi deydi. Agar kishi namoziyu undan boshqa ibodatlarini, dunyoviy ishlari yaxshi bo'lib ketishligi uchun qilayotgan bo'lsa, yaxshilab e'tiqodini oldin to'g'rilab olsin. Bizga Alloh taolo oxirat amallarini buyurganida, bizga nimani va'da berganida, bizga eng asosiysi osmonlar va yerdan keng bo'lgan jannat edi va'da. U jannat qayerda, bu dunyodami? Yo'q, bu dunyoda emas. Aslida o'zi bu dunyoda tiyilgani uchun ham beriladigan narsa u. Mana shu dunyoda tiyilgan jinslarning hammasi oshirilgan, toshirilgan bir ko'rinishda beriladigan joy u. Alloh taolo shu bilan mukofot qilib bergan. Bandani o'zi biladigan narsalar bilan quvontirgan. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham Aqaba bay'atida, shu ikkinchi Aqaba bay'atida sahobalar, ya'ni ansorlar u kishiga bay'at berganlar Madinadan kelib. O'shanda mol va joni bilan himoya qilishlikka, o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga itoat qilishlikka bay'at berishadi. Bay'at bergandan keyin bu uchun bizga nima bo'ladi deyishganda, bu uchun sizlarga nima bo'ladi deganlar. Bu uchun sizlar Makkani hokim bo'lasizlar deganmilar? Yoki har oyda sizlarga $2000 pul kelib turadi deganmilar? Yoki bu uchun sizlarning bolalaringiz ko'p, ishlaringiz yaxshi bo'lib ketadi deganmilar? Yo bog'laringiz ko'payib ketadi, eng oldi bo'lasizlar, obro'da birov sizlarga bir raqobat qila olmaydigan bo'ladi deganmilar? Nima deganlar? Yo'q, ular bu uchun sizlarga jannat deganlar. Ya'ni bizni niyatimiz faqat bu dunyoni obod qilishlik emas. Agar biz oxirat obodligi yo'lida haqiqatan amalimizni taqdim qilsak, unga ergashtirilgan dunyo ham o'zi obod bo'ladi.
Bu din faqat oxiratni obod qilishlikka emas, bu dunyoni obod qilishlikka ham buyuradi. Lekin bu tobiiy ravishda obod qilishlikdir. Shuning uchun kishi ibodatlarini qilayotganida, bir duo qilib so'rayotganida, haqiqatda nimani so'rashligini bilishligi kerak. Mana bir duodagi bir narsani bir e'tibor qilinglar, aytib o'taman. Alloh taolo Baqara surasida duo qilib so'raydiganlar xususida odamlardan shundaylari borki, ular ey Robbimiz, bizga bu dunyodagi yaxshiliklarni bergin deb duo qilishadi deydi. Bu xuddi Arafada, haj mavsumlarida turib, odamlar, o'sha arablar o'sha mahalda ey Robbim, bu yil hosil zo'r yil qilgin. Ey Robbim, bu yil bir qo'ylarim yoki tuyalarim ko'p tug'adigan yil qilgin. Ey Robbim, bu yilda meni boyligimga talofat yetmaydigan yil qilgin deb faqat dunyo yaxshiliklarini so'rayverishganda nozil bo'lgan. Ya'ni o'shalarni zikr qilganda Alloh taolo bular degan, bularga dunyoda so'raganlari va oxiratda va malahum min xalaq, ularga biror narsa yo'q degan. Va endi ketidan duo qilishni o'rgatib Alloh taolo va bandalardan shundaylari borki, ular nima deyshadi? Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Robbimiz bizga bu dunyoni yaxshiligini ber, bizga oxiratni yaxshiligini ber va bizni jahannam azobidan qutqargin deb duo qilishadi degan. Va Alloh taolo ularni maqtagan. Eng e'tiborlisi, ular birinchi dunyo narsasini so'rab, keyin oxirat narsasini so'raganiga ham Alloh taolo e'tibor qilmagan. Balki ular duolarida oxiratni so'ragani uchun Alloh taolo ularga ham dunyoni muqaddam qilganliklarini ham va umuman dunyoni so'raganini ham mazammat qilmasdan ularga dunyo va oxirat yaxshiligini berishligini xabarini bergan. Demak, kishi faqat dunyoni so'rayvermasligi kerak ekan. Ilmi bilan ham, amali bilan ham bu faqat shu 5 kunni obod qilishlik bilan band bo'lmasligi kerak. Agar siz bir joyda ijarada tursangiz, 5 kunga ijaraga borgan bo'lsangiz, masalan, 60-70 yil yashasangiz o'rtacha, 5 kunga ijaraga borgan uyingizga o'zi bir uyini obod qiladigan bir miqdorda pulingiz bo'lsa, ijaradagi 5 kun turadigan uyingizni remont qildirib, o'tga zo'r jihozlarni qo'yib, hamma bir odam bir ko'rsa lazzatlanadigan narsalarni o'sha uy uchun sota olmaysiz-ku. Agar siz shunaqa qilsangiz, sizni chetdan qarab turgan odam nima deydi? Hatto siz o'zingiz ham o'shunaqa qilgan odamni ahmoq ekan bu. O'zi bor yo'g'i shunchagina puli bor. Shuni hammasini shu 5 kun turadigan joyga sarfladida, endi naryoqda 50 yil kambag'allikda yashaydi endi deysiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa endi dunyoni biz qancha deganmiz? Bizni ko'zimizga ko'p ko'ringani bilan Alloh taolo nima degan bu haq? Ular uzoq sanashadi, biz esa yaqinligini bilamiz degan Alloh taolo. Nimani yaqinligini? O'limni va oxiratni kelishligini. Va val oxiratu xayru va abqa. Oxirat yaxshiroq va boqiyroqligini xabar bergan. Ya'ni abadiy diyorga ko'chadigan vaqtimiz, o'sha kunda uzunligi 50 ming yilga teng bo'ladigan qiyomat kunida kofirlar bu juda og'ir kun deydi. Yer yuzida qancha turdingiz desa, bittasi 1 kun, bittasi yarim kun deydi. Uchinchisi aytadiki, yo 1 soatgina turdik deydi. Soat degani ozgina vaqt degani. Va uni qanchaligidan, ya'ni qisqaligidan, qisqa baholaganidan o'zlari bir pasda o'tib ketadigan, bir arzimagan matoh uchun shuncha narsani sarflab olganidan, umrini, hidoyatini sarflab olganligidan achinishadi. Bizga buni xabari oldindan berilgan. Bu dastur bizda bor. Endi biz salaflar kabi o'shani naqdni bilamizmi, bilmaymizmi? Ilmimizni yetib borgan joyi, dunyoyimizni o'zinagina obod qilishganmi yoki bizga oxiratga ham beriladigan nasibaga intilishimiz bormi? Shu bilan yo o'xshaymiz yo farq qilamiz. Salaflar bilganiga amal qilishga shoshilgan bo'lsa, odamlar hozir faqat bilishga shoshiladigan bo'lib qolgan. Ya'ni bilsa bo'ldi. Bilishlikni amalni o'rnida ko'rib qolishgan. Sahobalar Qur'onni amal qilish uchun yodlagan bo'lsa, hozirgilar Qur'onni yodlashlikni amal qilib olishdi. Bu ulkan farqi bor narsalar. Ya'ni Qur'onni yodlasangizda, ichidagiga amal qilmasangiz sizni foydangizga emas u. Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'onda 4 xil hayvonga, qabih hayvonga o'xshatgan odamlarni. Ba'zilarini maymunlarga, ba'zilarini to'ng'izlarga, ba'zilarini eshaklarga, ba'zilarini itlarga o'xshatgan. 4 tarasi ham qarasangiz manfur, kishi tabiatidan qochadigan, yomon ko'radigan hayvonlar. Va ularni hammasi ilm olib, ilmiga teskari ish qiladigan, xilof qiladigan, ilmiga amal qilmaydiganlar borasida. Omilar emas, o'sha bilib turib bilganini aksini qiladiganlar borasida. Shunaqa bir ulkan malomatga loyiq bo'lar ekan odam, qachonki bilsa-da, bilib turib uni aksini qilsa. Bizdagi hamma muammolarimizni asli shundan. Odamlar ilmning manfaatidan o'ziga kelayotgan o'qdan ko'ra qattiqroq qochadigan zamonda yashayapmiz.
Qanaqa qilib deysizmi? Faraz qiling. Nimani sizga qanaqa farz ekanligini bildingiz. Munosabatingiz qanaqa bo'ladi masalan? Sizga yoqmaydigan bir odamga siz silay rahim qilishligi sizga farz ekanligini bildingiz. Masalan, eng oddiy misolni aytaman. Yoki otangizdan qolgan molni bolalar orasida taqsimot qilishlik sizga vojib ekanligini, siz meros siz taqsimotiga xo'jayin emasligingizni bildingiz. Otangizdan mashina, uy falon tugunlar qoluvdi. Otam akamga falon narsa olib berib chiqarib olgan, opam endi o'zini turmush bor chiqib ketgan. Menga bo'ladi-da deyishdan oldin o'zingizga yetib kelgan merosga bir sop ko'rdingizmi yo'qmi? Shunaqa qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham ajri katta bo'ladi buni. Demak, aytmoqchimanki, ilm va amal bilish boshqa narsa, uni qilish boshqa narsa. Vallohu a'lam. Shuning uchun ham bilib turib o'zini unutganlar, bilib turib, buyurib turib o'zi boshqacha qilganlarni Alloh taolo malomat qilgan va aytganki, "Atamuruna nasa bil birri va tansawna anfusakum." Nima boshqalarni yaxshilikka buyurib, o'zingizlarni unutasizlarmi degan. Va antum tatlunal kitab, kitobni o'qiysizlar o'zingizlar degan. Kitobni tilovat qilasizlar-ku degan. Afala taqilun. Bu aql yurg'izmaysizlarmi? Ya'ni kitob qo'lida bo'lib turib o'qib amal qilmagan, teskarisini qilgan odamlarga esa shuni to'g'ri, shuni yaxshi amal qilsa, yaxshi amal qilur deydigan yahudiylar haqida edi o'zi bu oyat aslida. Endi hozir kunimizga qarasangiz, yahudiylarning bu odatlari musulmonlar orasiga ham kirib ildizo o'rganligini ko'rasiz. Ibn Abbos yahudiylar haqida aytilganligi, yahudiylar haqida nozil bo'lganligi haqida xabar berganlar bu oyatni va aytganlarki, ular musulmonlardan bo'lgan bir qarindosh yoki yaqinlariga sizlar to'g'ri yo'ldasizlar, mana shunga itoat qilaveringlar dedi, o'zi itoat qilmasdi deganlar. Ya'ni bilardi bular bu dinni haq ekanligini, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqiqiy payg'ambar ekanligini bilardi va unda turgan islomda turgan odamni ham ya shunga itoat qilavertirdi. O'zi qaysi din, masalan, o'zi bo'lib turgan dindan boshqa dinni to'g'ri shunga amal qilaver deydi aslida. To'g'riligini bilardi, amal qildirdi-da, o'zi qilmasdi. Shuning uchun ham Alloh taolo aytdiki, odamlarni yaxshilikka buyurib, o'zingizlar undan bebahra qolasizlarmi? Nafsingizlarni unutasizlarmi? Kitobingizlarni o'qiysizlarmi? Unda bor-ku sizlarga bayon qilingan haq degan. Agar endi biz ham kitobimizda bayon qilingan haqni o'qib turib, odamlarni unga chaqirib turib, o'zimizni unutadigan bo'lsak, o'sha yahudiylar bilan bir xil holatimiz. Bundan katta farq qilmaydi. Illo islomimiz bilan najot topishlikni Allohdan umid qilamiz, lekin bu najot topishlik azobdan xoli bo'ladi deb hech kim aytmagan. Alloh taolo saqlasin. Alloh taolo xohlaganini xohlagancha hisob qiladi. Xohlaganini kechiradi, xohlaganini esa qilgan gunohiga yarasha jazolaydi. Alloh taolo bizni qutqarsin.